Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center video classroom, and today we will learn the simple past tense. Sağdaşlar yaxşımısызlar? Endi bugun shu oddiy o'tgan zaman holatini o'rganmoqchi. Andaqda avval shu oddiy o'tgan zaman degan nima? Deganga bir aniqlik berib o'tsak. Andaqda shu grammatikka o'rganganda intayin bo'yin bo'lgan bir narsani bilsam, shu har xil zaman holatlarini bir farqlantirish uchun biz darsimizningki oldin qismlarda masalan oddiy hozirgi zaman, masalan oddiy hozirgi zaman holati, kelgusi zaman degan zamonlarni o'rgangan. Endi bugünkisi nima desam, o'tgan zaman. Endi o'tgan zaman deganimiz endi shu o'tgan ma'lum bir aniq vaqtda yoki shu o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish harakat va yoki shu vaqtda mavjud bo'lgan har xil holat, aloyidlik, har xil xarakterlarni umumlashtirib, biz shu o'tgan zaman holati deb ifodalaymiz. Endi bu o'tgan zaman bo'lish uchun qanday desanglar, cho'qim o'tganda qanday bo'lish kerak desanglar, yuz bergan bo'lish kerak. O'tgan ma'lum bir aniq vaqtda. Andaqda biz Uyg'urchada deymiz, shunama, ma bola birobdan bolaydi. Bu degan gap hamda bu bola qanday desanglar, bu birobdan bolaydi. Demak, burun shundaqdi. Lekin hozir qanday desanglar, unda emas. Degandek. Shunama, yoki bu odam bek baland odamdi, rahmatlik, yaxshi odamdi degan muomalatni nima desam, shu o'tgan zaman. Demak, shu o'tgan vaqtga ma'lum bir o'tgan vaqtga bir nima holat mishalga. Endi bu o'tgan zaman holati albatta shu vaqt ravishlari bilan birga keldi. Abaydan sizlarga cho'qim o'tgan zamondagi yoki o'tmishdagi aniq vaqtda yuz bergan ish harakat yoki shu vaqtda mavjud bo'lgan har xil holatlar, aloyidlik, xususiyat va xarakterlarni albatta umumlashtirib shu o'tgan zaman holati deymiz. Aniqda masalan bu shu o'tgan zamonda ko'p uchraydigan ba'zi vaqt ravishlari bor. Qarab baxsak, yesterday morning, okay, yesterday deganimiz tunugun, shunama yesterday morning, tunugun attigan. Yesterday afternoon, tunugun tushdan keyin. Endi men morning degan tushdan burun degan gap savodashlar. Bu taxminan shu attigandan tong atgandan tortib, demak shu attigandan tortib toki 12 gacha bo'lgan shu bo'lak vaqtni morning deymiz, jumi? Shunga odatda biz in the morning deydigan gap. Ma afternoon degan joyda sanlar soat 12 dan keyin toki 4:30 gacha bo'lgan oraliqni nima deymiz? Sanlar afternoon deymiz, afternoon. And the last night, okay, last night, tunugun kecha. Ma night deganimiz kecha, last week, okay, o'tgan hafta, last month, o'tgan oy, last year, o'tgan yil. Demak, endi shu aniq bir vaqtni ifodalab beradi. Yesterday morning, yesterday afternoon, last night, last week, last month, last year degandek. Okay, endi misharga last degan eng oxirgi yana bir ma'nosi oldingi degan gap. Oldingi yoki o'tgan hafta, o'tgan oy, o'tgan yil degandek-chi. Undan keyin yana cho'rsanlar, yesterday, mesela the day before yesterday. Endi mana qarasanglar, the day before yesterday. The day aniq bir kun, yoki kun, shu aniq bir ko'z sotgan kunni ko'rsatdi. The day before yesterday. Tunugundan burunqi kun. Bu tunugundan burunqi kun degan nima? O'lish kun bo'ldi. The day before yesterday. The day before yesterday. Yoki mesela yana vaqt ravishlarini yana nimani ifodalash bo'ldirsan, ago. Okay, ago, like an hour ago, bir soat burun. Bularni diqqat talaffuz qilganda hour, h qanday qilinmaydi desam, talaffuz qilinmaydi. Buni hour deb o'qimaymiz. Bu nima desanglar? Hour. An hour. Uningdagi n-ni qo'yganda yana bir diqqat qilganimiz, shu ismlarningki talaffuz qilganda birinchi tovush so'ziq tovush harfi bo'lsa, yoki so'ziq tovush bo'lsa, undan keyin n-ni qo'yamiz. Agarda so'ziq tovush harfi bo'lsa, n-ni qo'ydik, uzuk tovush harfi bo'lsa, bunday qo'yildik desak bo'lmaydi. Va tovush bilan harfni almashtirishga qanday desanglar bo'lmaydi. Tovush degan eng kichik birlik. Shunami?
Mishariki masalan I, A, I mushul nima tovush. Endi men yerga ma hour deganimiz nima? Masalan, ikki tovush. Birisi al qo'shma tovush, yana birisi ro ikki tovush tuzilgan hour. Buningga harfga qaramaymiz, nimaga tovush qaraymiz. Shunga buni an hour ago. Agar men aytalapiz qilman ekan, an hour ago. A week ago. Okay, nima? Hafta burun. A week ago. A month ago. A year ago. Hafta burun, bir ay burun, bir yil burun. Demek hem de şu vaqt ravishlardan demek hammasi nimani ifodelab keldi? O'tmishni. Hammasi shu o'tgan zamon holatini ifodelab keldi. Yoki nima desanglar before ilgari degandek. Undan keyin yana birga shu BPL ning o'tgan zamon shaklidan masalan BPL deganda biz ko'rsatayotgan fe'llar shu yordam fe'llardan am, is, are. Okay, endi bularning o'tgan zamon shakli, ma'u am bilan isning o'tgan zamon shakli was, are ning o'tgan zamon shakli were. Was, were. Was, ya'ni nima? Were. Okay. Undan nisbat ham nima yara? I am a teacher. Ma'u nima desanglar? Ma'u oddiy zamondagi shakli. Endi oddiy hozirgi zamondagi oldina I am a teacher. Men hozir bir o'qituvchi. Demak, ma'u nima desanglar, mushu hozirning o'zida mavjud bo'lgan shakl. Demakki, mushu vaqtda, men degan vaqtda mavjud bo'lgan shakli bu oddiy hozirgi zamon shakli. I am a teacher. Endi macho I was a teacher before. Endi men ilgari qandatem bir o'qituvchi edim. Endi bu yerga endi I was a teacher, remember o'qituvchi edim degani endi nima desanglar, bu o'tgan zamonga tayyorladi. Agar endi I was a teacher before, men ilgari o'qituvchisin degan bo'lsam, demak hozir qanday emas, o'qituvchi emas. Va yo'qlar desam I was a student before. Yoki I was a student 10 years ago. Okay. Men 10 yil burun bir o'quvchi edim. Demek hem de ilgari o'quvchi, hem de hozir nima desanglar, mening oltim qadar desanglar, o'qituvchi. Demek hem de shu o'tgan ma'lum bir aniq vaqtki yoki o'tgan vaqtki bir holati. Shunami? And he was a teacher. U bir o'qituvchi edi. He was a teacher. Masalan, you were a teacher. Bular nima desanglar, shu o'tgan zamon oldi bo'ldi. O'tgan zamon. Endi qarab baqsanglar, bu yerda mau igisning o'xshamaslik asosan, masalan, birinchi shaxsniki empty, shunami was. I was a teacher, he was a teacher, you were a teacher. Siz bir o'qituvchi edingiz. Endi mishariki were deganimiz hanim bo'ldi desanglar, shu orninki o'tgan zamon shakli. Where deb o'qib majma were. What? O'rganiga were. Endi buni jumla shakli qanday bo'ldi desangiz, saqlashda avval egisi. Ega degan shu ish harakatni paydo qiluvchi, shunami? Undan keyin BPL ning o'tgan zamon shakli. Undan keyin boshqalar. Boshqalar. Masalan, he was short in 2010. Endi 2010-yili paqa edi. Demak, hozir egizlab ketdi degan gap. Bu nima o'tmishdagi bir holat. Uning paqaligi o'tmishdikisi. Shunami? Hozir ham qanday desam, balki o'zgargan bo'lishi mumkin. She was in London last year. O'tgan yili Londonda edi. She was in London last year. Demak, hamda bu o'tmish shunami? Balki hozir boshqa yerda bo'lishi mumkin, balki London bo'lishi mumkin. Biz uqmaymiz shunami? O'tgan yil shu vaqt edi. Demak, o'tgan yil uning altini ekan London ekan. You know, we were with him yesterday. Tunugun biz uning bilan birga edik. With him billah shunami? We were with him. Masalan, this dress was in fashion last year. Okay, endi men yerga in fashion degan moda degan gap. Demak, hamda bu ko'ylak ayollarningki osti usti qo'shash uzun ko'ylak nima deymiz? Dress deymiz. Bu ko'ylak qanday o'tgan yili naytdi. Moda edi. Moda edi bu o'tganda. Mesela they were in park an hour ago. Okay, bir saat burun ular nima edi? Bog'chada edi. Demak, hamda shu o'tgan ma'lum bir vaqtda yuz bergan ish harakat va yoki bo'lgan ish faoliyatlar
Shundan keyin mavjud bo'lgan aql holat, xarakter deganga o'xshash mushlarni deymiz. Masalan, o'tgan zaman deymiz. There was a big tree near the door. Okay. Bu yerda yo'g'on bir nim bor edi, bir daraxt bor edi. Demak, hamda bu o'tmishga aylanib ketdi degan hamda hozir yo'q degan gapda hamda. Biz deymiz-ku rahmatlik birobdan bek baland odam edi. Demak shu qanda hozir yo'q degan gap. Yo'q degan gap. Hamda shu o'tgan zaman aylandiganda shu BP bilan kelganda qanaqa qilganmiz? Shu BP ni o'tgan zamonga aylantirib olsak bo'ldi. Okay. Hamda bu jumlaning savol shaklini yasash uchun qanaqa qilmaymiz desanglar, shu BP ni, ya'ni BP ni o'tgan zaman shaklini qanaqa qilmaymiz desanglar, oldiga o'tkazib qo'yamiz. Masalan, she was in London last year bo'lsa, was she in London last year? O'tgan yil Londonda bitdi. Agar bo'lsa, bu oddiy savol jumlaga arzaga yes he was, no he wasn't. Yo'q bo'lsa, no he wasn't. Okay, endi mana shu was this dress in fashion last year? Bu ko'ylak o'tgan yil modimiti? In fashion last year o'tgan yil modimiti? Okay, yes it was. No, it wasn't. Yo'q, moda emas. Endi bacha were they in park an hour ago? Ular bir soat ilgari bog'chada edimi? Yes, they were. Okay, no bo'lsa, no, they weren't. No, they weren't. So was there a big tree near the door? Bu shu ikki qiyada yo'g'on daraxt bormidi? Okay. Yes, there was. No, there wasn't. And then bu shu there be shaklniki, masalan, there is ning keyindan birga sanag'ini bo'lmaydigan qismni keldi, yana birga nima kelsa adashlar, sanag'ini bo'lgan qismdan birli shakli keldi. Shunama there is a book. Agar bar edi bo'lsa, there was a book. Shunama there was a book. Hamda bu jumla inkor shakli qanday desanlar, BP ning keyiniga, ya'ni BP ning o'tgan zaman shaklining keyiniga natni qatamiz. Masalan, he wasn't short in 2010. She wasn't in London last year and they were not with him yesterday. Demak, hamda mushning keyiniga natni qat. The dress was not in fashion last year. They were not in park an hour ago. There wasn't a tree near the door. Demak, asosan bu shu BPLni ishlatishiga o'xshash, oldiga o'tkazsak savol shakli, keyin natni qatib qo'ysak ham qanday bo'ladi desanglar, shuningki, nima chiqadi desanglar, shuningki, asl shakl chiqadigan gap. Bo'ldi, vallah, bugun shu o'tgan zamon altini yaxshi takrorlab, topshiriqni yaxshi ishlang. Bo'ldi. That's all for today. See ya.